Oldindan oqqan suvni qadri yo'q deyishadi. Har bir faslda yetilib pishadigan mevalar o'sha fasldagi uchraydigan kasalliklarga davo bo'lishligi haqida gaplashamiz. Ibn Sino hazratlari aytadilarki, bexini yeganingda yurakni shodlantiradi, nafas yo'llariga juda yaxshi foyda beradi deyilgan. Hozirgi kunda kuz mavsumi kelgandan keyin hozir ko'rib turibsizlar, virus kasalligi ko'paydi, ya'ni shamollashga oid bo'lgan kasalliklar. Ibn Sino hazratlari aytadilarki, bexini xomlikdan ko'ra qaynatib yoki parga pishirib yeyishi afzal deb aytganlar. Bu o'sha bronx yo'llariga, yurak qon tomir kasalliklariga ozuqa bo'ladi hamda oshqozon ichak faoliyatini tiklashda ham juda yaxshi yordam beradi. Albatta me'yorida. Xomdan ko'ra pishgani afzal, ya'ni pishirib yeyilgani tanaga yaxshi so'riladi. Hozirgi kunda bolalarda bo'layotgan shamollashlar tomoqda bo'lib turib, sirasi bronxga, o'pkasiga o'tib ketyapti. Ularga misol uchun uy sharoitida eng oddiy misol mana shu bexini o'yib turib, ichiga toza asal solib, duxovkaga qo'yib qo'yilsa, u pishadi. Uning ichidagi asaldagi moddalar bexidagi moddalar asalga o'tib turib, tabiiy bir nafas yo'liga shifo bo'ladigan bir dori bo'ladi. Balg'amni yaxshi yetiltiradi. Pnevmoniya holatlariga juda yaxshi yordam beradi uy sharoitida. Endi buni ham misol uchun o'tkazib olmagan holatdagi kasallik boshlanish stadiyasida qilinsa zo'r. Bolalarga tabiiy narsani berib, o'zida ichida immunitet hosil qilinsa, har qanaqangi virusga tana kurasha oladigan muhit paydo bo'ladi. Har bir faslda pishgan meva